Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor. Azizlar, kimga echkini sutini qatiq qilib, qatig'i maxsus o'sha qurilmasiga solib, qurilmadan maxsus echkini qatig'ini, echkini sutini sevib iste'mol qiluvchilarga mo'ljallangan echkining saryog'i, kuv qilish yo'li bilan olingan saryog'i sotuvda bor. Ko'p emas, cheklangan, taxminan mana shu 2 kilo bor. Kimga echkini qatig'idan olingan haqiqiy qishloqlarda tayyorlanadigan shunaqa kuv saryog' kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Eslatib o'taman, ushbu saryog' sutni pishirilgan sutdan qatiq tayyorlab, o'sha pishgan qatiqdan olinadigan saryog'. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, bizlardan uzoqlashmanglar. Yangiliklarimiz inshaalloh ko'payyapti, sutlarimiz ko'payyapti. Mana saryoqlarimiz ham sekin-sekin ko'payyapti. Lekin saryoqning miqdori chegaralangan. Narxi esa kilosi 300 ming so'mdan. Sog' bo'linglar.